Hurmatli talabalar, 6-video darsimiz mavzu kombinatorika elementlariga doir misollar yeching. 4-misol hisoblang. Birinchi P8, ikkinchi A13-7, uchinchi A15-4 takroriy, to'rtinchi S26, beshinchi S7-10 takroriy. Bularni har birini o'zini formulasi bo'yicha hisoblaymiz. Birinchisi P8 ni faktorialning umumiy formulasi. Pn teng n faktorial, bu ham teng 1, 2, 3, 4 va hokazo n. Ana umumiy formula asosida P8 ni hisoblaymiz. P8 bu teng bo'ladi 8 faktorial teng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bularni ketma-ket ko'paytirib chiqsak, 40.320 bo'ladi. 40.320. Mana 8 faktorialni P8 ni qiymatini hisoblab topdik. İkincisi A13-7. Bu o'rinlashtirishning umumiy formulasi ANM teng n faktorial, mahrajda esa n minus m faktorial. Ana shu formula bilan chiqadi. Buni quyidagicha hisoblaymiz. A13-7 teng 13 faktorial, 13 ayrılgan 7 faktorial teng bu 13 faktorial, 13'ten 7'ni ayırsak 6 faktorial teng mana 13 faktorial bilan 6 faktorialni qisqartiramiz. 6 faktorial bilan 13 faktorialning 6 tasi ketadi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu sonlarni ketma-ket ko'paytirib chiqsak, 8.648.640 chiqadi. Ketma-ket ko'paytirib buni to'g'rilikka ishlab chiqarsa bo'ladi. Uchinchisi ANM ning takroriysi. Buni formulasi n ning m'inchi darajasi. Ana shu formuladan foydalanib A15-4 takroriyni hisoblaymiz. Teng bu hozirgina yozgan formulamizga asosan 15 ning 4-darajasi. Demak, bu 15 ning kvadrati ko'paytirilgan 15 ning kvadrati. 225 ko'paytirilgan 225 baravar 50.625. To'rtinchisi kombinatsiya NM. Ana teng n faktorial, n minus m faktorial. Ana shu formula asosida chiqaramiz. Demak, kombinatsiya 26 ni quyidagicha hisoblaymiz. 20 faktorial, 6 faktorial, 20 ayrılgan 6 faktorial baravar 20 faktorial, 6 faktorial o'zi, 20dan 6ni ayirsak 14 faktorial. Ana bu yerda 14 faktorial bilan 20 faktorialning tegishli qismlarini qisqartirib yuborsa bo'ladi. Demak, suratda qoladi 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mag'rajda 6 faktorial 1, 2, 3, 4,
5, 6. Bularni qisqartiramiz. 3 kere 5, 15. 6 bilan 8 ni 3'tada. 2 bilan 16 ni 8'tada. 4 bilan 20 ni 5'tada. Ana bu quyidagi sonlarni ko'paytirib chiqsak, buni javobi 38760. 760. 5-chi misolimiz S n'ning takroriysi. Buni formulasi kombinatsiya n plus m minus 1dan m formula bilan chiqadi. Ushbu formula yordamida quyidagi misolni ishlaymiz. Kombinatsiya 710 takroriy teng. Hozirgina yozgan formulaga asosan kombinatsiya 7 qo'shilgan 10 ayrilgan 1 formula bo'yicha bu 10 ning o'zi. Baravar kombinatsiya 17 dan 1 ayirsak 16, bunisi 10. Bu yuqorida ishlagan misolga o'xshatib 16 faktorial 10 faktorial 16 bilan 10 ning ayirmasi 6 faktorial. Biroz ixchamlashtirdik. Mana bu 10 faktorial bilan 16 faktorialning tegishli qismlari ketadi. Bu yerda 11, 12, 13, 14, 15, 16 qoladi. 6 faktorial 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kere 5, 15. 2 kere 6, 12. 4 bilan 16, 4'tadan. Buni tegishli sonlarni ko'paytirib chiqsak, bu chiqadi 8008. Buni kombinatsiyaga doir 5 ta formulaga doir 5 ta misolni batafsil ko'rib chiqdik. Qolgan hamma ko'rinishlarni shulardan foydalanib bemalol ishlayversa bo'ladi.